Toshkentlik o'qituvchi $195,000 sarflab 150 nafar shogirdlarni Qur'on yodlash musobaqasiga olib bordi. 28-aprel kuni Arabistonda o'tkazilgan xalqaro Qur'on musobaqasiga Abdulaziz ismli arab tili o'qituvchisi o'zining 18 yoshgacha bo'lgan 150 nafar o'quvchilaridan qatnashib, 26 nafar o'quvchilar musobaqada top 100 talikka kirdi va bir nafar shogirdi hakamlarning barcha savollariga 100% to'g'ri javob berib, birinchi o'rinni egallab, jami 600 ming dirham, ya'ni $162,000 mukofot pulini qo'lga kiritishgan. Buyuk yutuqlar kichik qadamlardan boshlanadi. Tarmoqli marketing bu nafaqat pul ishlash, balki shaxsiy rivojlanish ko'nikmalarini rivojlantirish va o'z hayotingizni o'zgartirish yo'lidir. Har kuni yangi insonlar bilan muloqot qilish, o'z xizmatingizni taqdim etish orqali siz nafaqat o'zingizga ishonch, balki yuqori maqsadlarga yetish uchun kerak bo'lgan kuchni ham shakllantirasiz. Odamlarga o'zingiz ochiq, oshkora ma'lumot bering, taqdim eting. Ular ham sizga ishonadi. Albatta, ishonch kelajak mevasidir. Kimga qiziq bo'lsa, daromad olishni xohlasa, marhamat, kommentariyaga plus belgisini qo'ying yoki ma'lumot bering deb yozing. Men o'zim sizga yozaman yoki rasmchamni bosing, asosiy profilimga o'tasiz. Telefon raqamim, Telegram lichkam bor. Ustiga bosing, men bilan bog'lanasiz.